Bolangizning tafakkurini kuchaytirish uchun kuniga atigi 5 daqiqa yetarli ekanini bilasizmi? UNESCO va UNICEF tadqiqotlariga ko'ra, dunyoda har 3 boladan biri diqqat va tafakkurni rivojlantirishga yetarli vaqt ajratmaydi. Bu esa keyinchalik o'qish, mantiqiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarda qiyinchiliklarni yuzaga olib keladi. 2 bolani tasavvur qiling. Biri har kuni ota-onasi bilan 5 daqiqa mantiqiy o'yinlar, tezkor savol-javoblar va diqqat mashqlarini bajaradi. Ikkinchisi esa shu vaqtni ekran qarshisida o'tkazadi. Bir necha haftadan so'ng birinchi bola topshiriqlarni tezkor bajaradi, diqqatni uzoqroq jamlaydi va muammoni mustaqil hal qiladi. Ilmiy asos Garvard tadqiqotlariga ko'ra, kuniga 5 daqiqalik qisqa diqqat va mantiq mashqlari miyaning peshona qismi, qaror qabul qilish va fikrlash markazi hamda xotira markazini faollashtiradi. Bu esa xotirani tahliliy fikrlashni va ijodiy qobiliyatni sezilarli darajada yaxshilaydi. Cambridge olimlari esa muntazam qisqa mashqlar miyadagi neyron aloqalarni mustahkamlab, bolaning tafakkuri bosqichma-bosqich rivojlanishini aniqlashgan. Yaponiyada miyani erta rivojlantirish dasturi orqali bolalarga 3 yoshdan boshlab kuniga 5 daqiqalik sensor va mantiqiy mashqlar beriladi. UNESCO kuzatuvlariga ko'ra bu yondashuv miya rivojlanish sur'atini 25% ga oshirgan. Shunday ekan bizda savol tug'iladi. Siz har kuni 5 daqiqani bolangizning aql darajasi va kelajagi uchun ajratyapsizmi? Savolimizga mutaxassisimiz javob beradi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugun biz sizlar bilan farzandimizni tafakkurini rivojlantirish uchun 5 daqiqalik mashq o'rganamiz. Demak, ushbu usulni foydalanishdan asosiy ko'zlangan maqsadimiz bolajonlarimizni tezda tafakkur qilishga, so'zlarni tezlik bilan aytishga va shu bilan birga mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga urg'u qaratamiz. Ushbu yo'nalishda bitta o'yinni tanlab olamiz. So'z zanjiri o'yinini tanlab olamiz. Misol uchun, farzandimiz bilan kelishib olamiz o'yin qoidalarini birinchi navbatda. Men senga so'z aytaman, so'zni oxiridagi harfiga sen so'z aytasan, sen aytgan so'zni so'nggi harfiga men so'z aytaman. Shu tarzda biz so'zlarni ifoda qilamiz va so'zlarni tez-tez aytishni o'rganamiz va bolamizni ham tezda tafakkur qilishga yo'naltirishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, ona sifatida men daraxt deydigan bo'lsam, farzandim taroq deyishi mumkin. Men q harfiga men qush deyishim mumkin. U shakar. Shu tarzda biz davom etamiz va 1 daqiqada biz bir nechta so'zni farzandimiz bilan birgalikda talaffuz qilib va tez-tez o'ylashga, tez-tez so'zlarni aytishga va fikrlashni kengaytirishga imkoniyat yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu o'yin orqali biz farzandlarimizni so'z boyligini rivojlanishiga va o'zini yosh xususiyatlaridan kelib chiqib so'zlarni nafaqat talaffuz qilishni va uni nima ekanligini ham bilish imkoniyatini yaratilishiga zamin yaratib beramiz.